Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun anchadan beri video qilmay qo'ygandik. Nimagaki bu o'yinda o'ynaganda tez yutqizib qo'yayotgan edim. Strategiya degan narsani bir qo'llab ko'rmoqchi bo'ldimda. Bir o'ynab ko'rganlar bo'lsa biladi. Bu haqiqatda murakkab o'yin ekan. Shuning uchun bir o'zim strategiya qilib ko'rdimda. Shuning uchun ozgina to'xtalish bo'lib qoldi. O'ylaymanki bugun yaxshi o'yin ko'rasizlar. Bo'lmasam boshladik. Birinchisida ikkita o'yinda o'ynadim hozir. Birinchisida yutqizdim, ikkinchisida ham yutqizdim, lekin ikkinchisida uzoqroq vaqt ushlab turdik va hujumga ham o'tdik. Dushman tarafga hujumga o'tildi bugun. Mana bizda hech qanaqa nima yo'q, yordam, ya'ni qo'shimcha kuchlar yo'q. Mana hozir ko'rib o'tdinglar. Buning uchun mana minerlarimiz, kon qazuvchilarimizni birinchi o'rinda ko'paytirib olar ekanmiz o'yinda. Rejalik o'yin o'ynamasa paytda yutqazish juda ham oson ekan. Mana minerlarimiz ikkalasi chaqirishni boshladik. Bu yerda mana 4 ta kon qazish joyi turibdi. Mana kon chiqdi degan joy. Mana shu 4 ta har bitta tochkada ikkitadan konchi qazirgan xolos. Agar 2 tadan konchi bo'lsa 8 ta konchi bo'lishi kerak. Agar ko'payib ketib qolsa dushman tarafga o'tib ketib, dushman tarafdagi konlarni ham qazishga harakat qilish uchun shu tarafga qarab ketib qolar ekan. Shuning uchun 8 tadan hozircha orttirmay turamiz. Mana bizda dushman tarafga qarab qo'yganligimiz uchun ular hujumga o'tib borishdi. Biz hozir ozchilik bo'lganligimiz uchun yo'q, kechirasizlar, hozir nima qildik? Himoyalanishimiz kerak edi aslida, lekin himoyalanmadik. Mana ular tezdagina keldi, osongina yengdi va bizlarni haykalimizga yiqitib qo'yishdi bular bir pasda. Juda ham tez bo'ldi bu narsa. Mana hozir yiqilib tushsa kerak. Mana yiqildi. Bu uchun biz hozirgi paytda shu o'yinda himoyalanishimiz kerak edi. Lekin shu narsani qilmadik. Nimaga deganda biz oddiy o'yin qildikda, o'shani qilib ko'rish kerak edi. Mana hozir keyingi o'yinda biz albatta mana shuni qilib ko'ramiz. Mana hozir yangi o'yin boshlanadi. Mana boshlandi. Mana tutab ketdi va boshlandi. Ikkinchi o'yinda ozgina strategiya bilan o'ynashga harakat qildik. 3 marta hujum qildik. Afsuski baribir ozgina yutqizdik, sababi tajriba kamlik qildi, lekin ancha vaqt mana 13 minut, 12 minut ushlab turdik, birga jang qildik. Baho berib, qo'llab-quvvatlab, layk bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta xursand bo'lamiz va ilhom olgan holatda yana yangi videolarda strategiya bilan o'ynashga harakat qilamiz. Mana hozir konchilarimiz ko'paytirishni boshladik. Mana 6-chi konchi chiqyapti. Ko'rib boramiz. Hozir ozgina chalg'isangiz paytda juda ham tez yutqizib qo'yarkansiz. Bu haqiqiy real hayotdan olingan desa ham bo'ladi. Men bu o'yinning boshida bunaqa qiyinchilik bo'lmaydi deb o'ylagandim, lekin bu o'yinda o'ynaganlarni ko'rgan, o'yinda o'ynab YouTube'ga qo'yganlarni ko'rganimda men voy juda oson ekan deb o'ylagandim. Afsuski adashgan ekanman. Bu o'yinda o'sha pro o'yinchilar o'ynasa haqiqatda oson tuyular ekan, lekin o'zingiz o'ynab ko'rsangiz juda ham qiyin ekan. Mana bir pasda biz konchilarimiz ham hujumga o'tishdi. Biz nima qildik? Mana chekinishga qaror qildik. Chekingan paytimizda mana bunaqa o'zi askarlar chiqib turar ekan, kamonchi askarlar chiqib himoya qilib turishar ekan. Ular ozgina payt mana qilichbozlardi. Bu qilichbozlar to'xtagandan keyin biz yana qaytib chiqib kon qazishda askarlarni yig'ishda davom etar ekanmiz. O'yin mana shunaqadan iborat ekan. Mana 4 ta askar bizga haykalimizni oz vaqt himoya qilib turar ekan. Mana biz yana qaytib chiqdik. Nisbatan askarlarimiz ko'paygan. Mana ko'rib turibsizlar. Konchilarimiz o'sha 8 ta. Haligida aytganimdek 8 tadan ko'p bo'lib ketib qolsa, ular qo'shni tarafga kon qazgani o'tib ketib qolar ekan. Natijada ular tarafdan hujum bo'lib bir pasda yo'q bo'lib ketishar ekan. Konchilarimiz mana ikkinchi marotaba kelishdi, yana himoyalandik. Qaranglar, mana bular ozchilik bo'lib kelishdi, ko'pchilik bo'lib kelmabdi. Qaranglar, mana haykalimiz juda ham
oz qoldida, mana haykalimiz yiqilishga yaqinlashib qoldi. Deyarli yiqilib qoldi. Endi o'sha yig'ilgan kuchlarimizni hammasini bir qilib turib biz hujumga o'tishimiz kerak. Bo'lmasam albatta yutqazishimiz aniq. Hozir bitta konchimiz yo'q bo'lgan ekan, o'rniga konch chaqirib qo'ydik. Endi keyingi hujumga o'tamiz. Hozir menimcha hujumga o'tishimiz kerak. Sababi konchilarimiz ko'payib qoldi. Yo'q, hozir ham ozgina qaytib biz menimcha hozir yutqazamiz. Yo'q. Voy, yutqazdik. Demak, hozir ikkinchi o'yinda deb ozgina xato qilib, uchinchi o'yinda ham ancha yurish qilgan bo'lar ekanmiz. Hozir yutqazib biz ikkinchi o'yinda ham, men hozir ikkita o'yin o'ynadim deb o'ylab, aslida 3 ta o'yin o'ynagan ekanmiz. Ozgina adashibman, kechirasizlar. Endi uchinchi o'yinda hujumga o'tganmiz ozgina. Boshqa o'ynaganimda umuman hujum tarafga o'ta olmadim. Hujumga o'tish uchun askarlar yetarli bo'lmadi. Lekin mana bunday qilib keyin tajriba oshgani sari hujum tashkil qilish ham mumkin ekan. Minerlarimiz chiqishni boshladi. Bu yangi o'yin, mana minerlar to'playapmiz. Sekin asta mana askarlarni yig'ishni ham boshlayapmiz. Kamonchilar, to'qmoqchilar, bizning to'qmoqchilarimiz afsuski kuchsiz ekan. Bu qilichbozlar bizni to'qmoq bor askarlarimizni qiyinchiliklarsiz o'ldirib qo'yishyapti. Hech qanday qiyinchiliklarsiz. Biz himoyalanishga majburmiz. Ular ko'pchilik kelishdi, mana bitta konchimizni halok qilishga erishdi. Mana shu oq kiyimlik bizni himoya qiladigan kamonchilarimiz, lekin ularga gap yo'q ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ular kuchli ekanda, biz o'zimiz mana kamonchi qora askarlarimizdan ko'ra bu oq bosh kiyim kiygan askarlarimiz juda ham kuchli harakat qilishar ekan. Menimcha hozir tugadi bular. To'xtatishga kelishdi. Endi bizni o'zimiz minerlarimiz hamda o'zimiz askarlarimiz chiqish kerak. Hozir chaqiramiz. Mana to'xtab qolishdi bular. Endi o'zimizkilar chaqiramiz. Chiqishdi. U bitta o'zi kelayotgani uchun qochib ketdi shekilli orqaga. Mana biz davom etamiz. Bitta konchimizdan ayrilganmiz. Mana bu yerda oxirgi kon qazuvchimiz bitta bo'lib qoldi. U hammasi ikkitadan edi. Voy, yana bir pasdan bular hujumga o'tishdi. Yana himoyalanamiz. Sababi haykalimizda ozgina kuch bor, hali ko'p kuch oz qolmadi. Oxirgi o'sha kuch oz qolgan paytda biz hujumga o'tishimiz va ularda haykallarni yiqitishga harakat qilishimiz kerak. E'tibor berib turinglar. Mana biz askarlar yana chiqishdi. Anchayin ko'payib qolishgan. Biz yana askarlar to'plashda davom etamiz hozircha hujumga o'tishdan oldin. Askarlar to'plab ular kelishni boshlab biz nima qilamiz? Menimcha jang qilamiz. Sababi biz haykalimizni joni oz qolgan. Mana biz yurish qildik. Ular ham mana qarab turishmaydi. Sirasi mana bizni to'qmoqli odamlarimiz sirasi yotqizib qo'yishdi. Kamonchilarimiz ham mana biz chekinishga majbur bo'ldik, ketyapmiz. Chekinamiz. Yana bitta hujum qilib yuramiz.
haykalimizda kuch bor. Biz askarlarimiz nisbatan hozir ko'p. Menimcha biz yurish qilib kelishni boshladik. Mana haykalga hujumga o'tdik. Sekin asta haykalga yetib kelish ham o'zi bu o'yinda yangi boshlovchilar uchun amr mahol ekan. Shuncha yangi boshlovchilar bo'lsa, shunaqa holatlar bo'lsa hayron bo'lmanglar. Nima bo'ldi? Bizlar yana qaytdi, chekinishga majbur. Yana askar to'playmiz. Menimcha bu qo'shin ham charchagan. Yurishni boshlab olibmiz-ku. Bularda ham 4 ta askar bor ekan. Nima bo'ldi? Bu yerda chiqishni boshlashdi. Ular to'xtamadi. Mana hujumga kelishni boshlashgan. Mana shu paytda hozir biz yiqilamiz. Nima bo'lganda ham ancha vaqt ushlab turildi. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi o'yinlarni o'tkazib yubormasdan biz bilan qolishni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.